Bugünkü İslah'a hürmetlik vatandaş 2023 yılı 10. ayının 11. günü. Endi işkinci nörlükşimizi başlayımız. Karına manı çırak müşahede koyup yakmağınımı gördünüz mü? Yatmanım şimdi oldu vatandaş. Endilikdeki liksiye mavzumunda. Sizler bunun artıkça kızıqıdığanlığını bilmen hem şimdi kızıqımız siz biz. Dikeviyedi kızıqış noktası neme o vakit deseniz hazır. Amerika Cungu münasibeti qaysı mezgilde turvatıdı degen gap. Çünkü az oturluqta nurgu vaqalar sözlep geldik. Nurgu vaqalar dünyada oturgu çıktı. Tuyuqsuz oturgu çıkan otur şarqdaki bu uruş vaziyeti az dünyanın vaziyetini özgertti deyli. Mana bugün yine Ukrayna doğrusu hiç qanday haber yok vatandaş. Ukrayna münasibetlik hiç qanday haber yok. Bugün endi biz yani şu doğruda toxtalımız mesela bu doğru şu doğruda degende Amerika Cungu münasibeti hazır qaysi şekilde qaysi basqıçta turvatıda mavzumunda krizis nazikleşip ketdi. 180 gradus özgerdi. Mavzulu haber 10. ayının 10. gün Benbetor bitidi ilan qılındı. Haber mındaq başlandı. Köpçülük dikkat qıldı ki Xi Jinping haftanın 1. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash Palata senatori Chuck Schumer bilan ko'rishganda mundaq dedi. Bizning nurg'ulg'an sabablarimiz borki, Amerika Cungu munosabatini yaxshilaydigan. Lekin Amerika Cungu munosabatini buzib etishga birmo sababimiz yo'q. Burayı Xi Jinping'in sözü senator Chuck Schumer bilen Beijing'de körüşkende tünci qıtım eğizin çıkargan gibi vatandaş. Anda Xi Jinping senator Chuck Schumer'ga yanımındaq dedi. Amerika Cungu qandaq billa turudu. Bu insaniyetinin takdirini istiqbalini belgileydi. Senator Chuck Schumer cevap qaytırıp Xi Jinping'e mundaq dedi. Rekabetleşimiz. Lekin rekabetleşte bir taglik buludu. İki çoğun devletinin rekabetleşi normal iş. Biz rekabetleşini karışalımız. Dokunuşmayımız. Senator Chuck Schumer'ın Beijing'de reis Xi Jinping'e degeni. Bu haberini yazgıcı Fransiya Xalqara Radyosu mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping'in tünügenki sözlerden qaraganda iki tarafının aloqa münasibeti yürüşleşti. Amerika Cungu münasibeti bizler sözlep geldik o. Aloqa münasibeti bir gün maqul davatıdır, yani bir gün yak davatıdır. Mesela adette diplomatiya sahasındaki aloqa münasibetlerine maqul davatıdır. Her bir işler cihette diplomatik münasibetlerine maqul demabatıdır dedik vatandaş ama hazır endi Fransiya Xalqara Radyosu yüzden xabarda muşa xabarni tarqatganda Cungu Amerika o'rtasida aloqa munosabatlar yurishleşdi. Yoki bir yo'l echildi. Burunmu undaq demagan edi. Bu da senator Chuck Schumer Beijing'e ziyoratga berib Reis Xi Jinping'den ko'rishgandan keyin bu gap o'tirg'i chiqdi vatandaş. Amerika mu konkret ifoda bildirib Koreya şirketlerining Cunguga Android 2 eksport qilishidagi cheklamalarni amaldan qoldirdi. Amerika Cunguga bundaq yo'l qo'ydi. Amaldan qoldirdi. Fransiya Xalqaro Radiosudan xabarining oxirida yani bundaq ko'rsatdi. Hozir Xi Jinpingning so'z talaffuzining o'rni o'zgardi. Nima uchun? Belki bununla bir qancha sebeplerini keltirishimiz mümkün. Amerika yuqori fan texnika eksport qilishni qamal qildi. Cungu 4 tarafdan eg'ir vaziyat ichida qoldi. Iqtisodning manzarasi qiyinlashdi. Xi Jinping jim yetib, o'zini samirtishning yo'lini tanlab oldimi? Bo'pti. Şu yolunu tanlap aptı. Bununla Reis Xi Jinping ülgerelemdi. Fransiya Xalqaro Radio stansiyasi yozilgan xabarken bu uzun xabar idi.
Sizlarga mazmunni, asosiy mazmunni qisqartib, ekilib so'zlab berdim. Bu yerga mundaq bir narsaga diqqat qilaylik, vatandoshlar. Hozir Chuck Schumer bilan Rais Xi Jinping haftaning birinchi kuni ko'rishdi hisobda suhbatlashdi. Suhbatlashgan ustal tarig'ina qo'yilibdi. Chuck Schumer Amerikalik mehmonlar bilan birga Rais Xi Jinping o'zining odamlari bilan birga yanada faqat Wang Yi bor. Tashqi ishlar ministri Wang Yi bor. Undan keyin anda bayonotchi Hua Chunyuan u 4-chi odam bo'lib o'ltiribdi. Diplomatiya sohasidagi ejderha misallik bayonotchining birisi Hua Chunyuan o'ltiribdi. Matarpida Rais Xi Jinpingning yana bir kishi bor, tonimaymiz uni, ya davlat mahkamasimi ya qash. Hozirgacha Jungo rahbarlari o'tirib chiqmagan bir kishi. Shu o'tirlikda Rais Xi Jinping o'tiribdi, orliq yaqin. Hisobda masalan Chuck Schumer azaldan Jungoga qattiq muomala qilib kelayotgan bir senatorimiz, ondan Amerika Davlat Majlisi ishida faoliyatchan senatorimiz, hozir endi berib Xi Jinping bilan ko'rishganda senator parlament. Ammo Rais Xi Jinpingning amal o'rni butun mamlakatning, butun partiyaning sekretari va butun mamlakatning raisi. Demak, hozir o'ltirishga, suhbatga o'ltirishga Rais Xi Jinping shu tariqada, shu tarzda o'ltirgan ekan, demak bu odam hozir o'zining burungi o'rnini, amalini tushardi yoki burunqiliqi yuqori pallada turib olishdan iborat shundoq bir o'rni, martabani tushirib turib yoki oddiylashtirib turib Amerika Qo'shma Shtatlarining parlament a'zosi yoki Kengash palatasining senatori Chuck Schumer bilan suhbatlashdi deganda, Hamas bilan Israeliya o'tirish boshlanganda Jungoning bayonotchisi Mauning boshqacha bir mazmunda e'lon qilgan edi, uni biz sizlarga dedi, Hamasni eg'izga olmadi deb uni sizlarga yetkazib oldik. Bu qatam ashuningda xabar topgan senator Chuck Schumer Rais Xi Jinpingga besim ishlatdi deyli. Maydonini o'zgartsin. İsrailiyani qo'llaydigan maydon turib bayonotlar qilsan deganda, shundoq mazmunda so'zlabdi, shuning bilan tangla. Tashqi ishlar ministrligi Jungoning buni o'zgartgan gap degandek. Hozir senator Chuck Schumerning deganini shu naq maydonda qabul qilib Rais Xi Jinping shundan keyin bayonotni Hamas va Israeliya to'g'risida bayonotni o'zgartgan gap. Ikkinchisi, aldirash bo'ldimi yoki shundoq o'rinlashtirildimi, buni qilolmaydi. Aslidagi planda senator Chuck Schumer Jungodan chiqib Koreyani ziyorat qilishanda Yaponiyani ziyorat qilishi kerak edi. Hozir hisobda Koreya ziyoratini, Yaponiya ziyoratini amaldan qoldirdi. Demak, bu yerda Rais Xi Jinping bilan Chuck Schumer suhbati 80 minut davomlashdi. Mushu holda Rais Xi Jinping nima va'dalarni berdi? Masalan, eng asosiysi 11-oyda San Fransiskoda ochiladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping so'zlashdi. Bu mazmunlar oshkor emas. Endi kelib ko'rishgandan keyin bo'ladi. Buning uchun yana oraliqda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikani ziyorat qilish kerak. Amerikaga ziyorat keldi. Bu xabar bor. Vatandash, ondan boshqa esinglarni unutib qolmanglar. Men sizlarga qayt leksiya so'zladim. Nima dedim? Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin 10-oyda Jungoni ziyorat qildi. Hozirgacha vaqt qachon? Bu vaqtni e'lon qilgan emas. Hozirgacha e'lon qilmadi. Endi u kishi keldi 10-oy ichida kelsa, Rais Xi Jinping 11-oy ichida San Fransiskoga kelib Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida qatnashdi bu uchrashuvlar. Endi gap hozir nimada? Amerika Jungo munosabati illidi. Yoki yumshoqlashdi, mo'tadillashdi deyli. Ani bundan keyingi diplomatik munosabatlar o'tirg'i chiqadigan yoki hal qilishga tegishli masalalar shu yerda besilib qolamdi va yoki yana hal qilish bilan o'tirg'i chiqamdi, o'tirib qo'yilamdi. Buni oldimizda ko'ramiz vatandoshlar.
Endi hozir vaziyatning eng tuvan melcheridi. Mesela Cungo vaziyetining eng tuvan çektiki vaziyet ifadesini manına dikkat kılın vatandaş. Yeydigan tamak yok. Remer bu halk gezeti kişilerge mundaq söz kılışni ügetti. Mavzulu haber 10. ayının 10. gün Vanvetor bitidi ilan kılındı. Haber mundaq başlan. Cungo iktisadi tövellep gitti. Kirim çıkım ne kaplaya almadı. Yaşaş bir meselege aylandı. Muqimliqni qo'g'dash uchun Cungo Remerbo xalq gezeti maqola e'lon qilib, kayfiyatni jiddiylaştiradigan so'zlarni so'zlamaslikni, masalan, kambag'al bo'lib ketdim demaslikni, boshqalarga yana boshqalar dardini so'zlab bermaslikni talab qildi va tashabbus qildi. Bu yozma tor betlarida Cungo'da g'avg'o qo'zg'adi. Tısıldap kettim demeslik gerek. Erip kettim, işten kaytıp gelip erip kettim demeslik gerek. Hem tügeçti, Cungo'da hem tügeçti demeslik gerek. Özünün kıyınçılığını başkaları sözlep vermeslik gerek. Bunun ornuna çatak yok deyiş, mesele çoğun emez deyiş, hem eş yaxşılanıp kitidu deyiş gerek. Söz ibarının küçü buludu, herkes ve vaziyetini özgertidi. Bu Remerbo'nun yazgan makalesi dikkat kıldınız mı? Cungo'nun ağzı en tüven çektik tüven vaziyeti kaysalık yap kaptı. Bunun 5 yılında yeydiğen tamak yok. Emre'nin koşumcu desek hiç deydiğen pul yok. Pul tapıdığın muhit yok, şerait yok. Mezmunu müşabetinde. Sendiniz mi? Yani başta Amerika ile Cungo münasebeti yaxşılandı degende Cungo qandaq ahval asıdı münasebetini yaxşılaptı. 180 gradus özgerdi Cungo. Reis Xi Jinping qaytib keldi, Amerika ile yaxşılanadigan bo'ldi, yaxşılashadigan bo'ldi dedi. Endi yanimada qarang, Beijingda pensiyaga chiqqan davlat mulozimi Zhao Efendi mundaq dedi. Növbətdə Cungo'da iqtisad vaziyeti yomonlashib ketdi. Hamma odam turmush besimiga duch keldi. İdora cemiyette muaşını qisqartib etdi. Kishilar pul tepishning yo'llaridan ayrilib qoldi. Qiyinchilikni yoshirib, go'zallashtirib, amaliyotda Cungo jamiyatining haqiqiy ahvolini yoshirmoqchi bo'ldi. Remerbo xalq gezeti deydi Zhao Efendi. Xonalik bir nafar o'qituvchi xonim, ya'ni Li xonim mundaq dedi. Bu yil ishga qurultayning oldikayinida, ya'ni 3-oyda Moliya ministri Liu Kun partiya hukumat organlari qahatchilikka yo Allah o'chibdimi? Kechiringlar vatandoshlar. Partiya hukumat organlari qahatchilikka tayyorlik qilishi lozim degan edi. 6. aydan başlap devletinin iktisadi eslik ilişki başladı, deyişki başladı. Lekin fırala kambag'al bo'lib ketib, dad feryod ko'tardi, yuqori kadar. Yeydigan tamak yok, hajlaydigan pul yok, deyishga başladı. Bazı nima kameraning mani etib qo'yib so'zlaydigan yerlarim bordi vatanda. Ko'rdingizmi? Adam yomon charchadi shunaqa vaqtda. Yaxshi so'zlab o'pdim menimcha. Leksiyalarimiz oxirlashdi, hurmatli vatandoshlar.